Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti mamlakatimizdagi eng navqiron oliy ta'lim muassasalaridan biridir. Universitet o'zbek tilini O'zbekistonda va xalqaro miqyosda nufuzini oshirish, shu bilan birga xalqimizning madaniyati va tarixini tadqiq etish hamda ushbu maqsadni amalga oshirish maqsadida yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlash bo'yicha tayanch oliy ta'lim muassasasidir. Bugun biz sizlarga universitetimizning iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va xalqaro akademik hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ezgu tashabbuslardan biri haqida so'zlab bermoqchimiz. Universitetimizda Afg'onistondan kelgan 20 nafar talaba, jumladan 12 nafar yigit va 8 nafar qiz tahsil olmoqda. Ularning barchasiga bakalavriat bosqichida to'liq bepul o'qish imkoniyati berilgan. Bu imkoniyat ular uchun nafaqat ta'lim olish, balki yangi hayot yo'lini boshlash, o'z kelajagini barpo etish, oilasi hayotini o'zgartirish va mamlakati taraqqiyotiga hissa qo'shish imkonidir. Biz xorijlik talabalar uchun nafaqat sifatli ta'lim, balki ularni har bir bosqichda qo'llab-quvvatlash ham muhimligini yaxshi bilamiz. Shu sababli universitet ularning barcha hujjatlarini rasmiylashtirish, viza olish va ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. Talabalarga bepul yotoqxona joylari ajratilgan bo'lib, u yerda yashash va o'qish uchun barcha qulay sharoitlar yaratilgan. Bu yigit va qizlarning har biri bu yerga kelish uchun uzoq yo'lni bosib o'tgan. Bugun ular tilshunoslik, adabiyot va gumanitar fanlarni o'rganmoqda, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirmoqda. Universitet hayotida faol ishtirok etmoqda va o'z kelajagini ishonch bilan rejalashtirmoqda. Biz ishonamizki, ta'lim inson hayotida eshiklarni ochadi, mamlakatlar va madaniyatlarni birlashtiradi, insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Universitetimiz bilim, tinchlik va taraqqiyot yo'lida intilayotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlayotganidan faxrlanamiz. Men aynan mana shu universitetda o'qiyotganimdan juda xursandman. Biz 3 yil mobaynida shu universitet ustozlari, professor ustozlarining dars jarayonida nafaqat o'zbek tilini, balki o'zbek adabiyoti, madaniyatini katta qiziqish bilan o'rgandik. O'zbek tili va adabiyotini o'rganish uchun bu universitetda hamma imkoniyatlar bor. Biz universitetimiz rektori Shuhrat Sirojiddinovga nafaqat o'zim nomimizdan, balki butunlay afg'on yoshlari tomonidan kattakon rahmatlar aytamiz. Hazrati Navoiyni dunyo taniydi. Biz Amir Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat universiteti talabasimiz. Avvalo O'zbekiston bizga barcha sharoit va imkoniyatlar yaratib bergan va universitet rahbariyati ustozlarga rahmat aytamiz. Bizga bunday sharoit, kutubxonalar, auditoriyalar yaratib berganligi uchun rahbariyatga rahmat aytamiz va o'zbek tilini o'qish uchun bizlarga imkoniyat va sharoitlar yaratib bergani uchun rahmat aytamiz. Keyin biz o'zbek tilini o'qib, bu joyda 3 yil davomiga o'zbek tilini o'qiyman va o'zbek tilini o'qib kelajak Afg'oniston talaba yoshlariga bu yerdan olgan ta'limimni o'rgatishga xizmat qilaman va o'zbek tilini yanada rivojlanish uchun o'z hissamni qo'shaman. Men aynan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti universiteti talabasi ekanligimdan faxrlanaman. Universitet tomonidan biz uchun yaratilgan imkoniyatlar ko'p va bag'oyatda ko'p. Biz juda baxtiyormiz. Shaxsan men uchun yaqin vatanimga yaqin joyda markaz ochilgani va universitet professor o'qituvchilarining doimiy ravishda biz bilan aloqador ekanligi nihoyatda quvonarli. Toshkentda Amir Alisher Navoiy universitetiga xohlaymizki, Afg'onistonda ham o'zbek tilini yanada bundan ham ko'proq rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shib va kadrlar tayyorlashga xizmat qilsak. Hozir bu yerda kelib, yashab turib, imkoniyatlarni ko'rib, bu yerda
bor sharoitlarni, imkoniyatlarni ko'rib juda lol qoldim. Bular xeyli xursand qildiki, Navoiy bobomiz nomida shunday bir Toshkent shahrida shunday bir joylar tuzalib, shunday bir universitetlar tuzalib, o'zbek faollari, o'zbek kadrlar shu yerga tahsil olib, o'zbek tilining rivojlanishi, ravnaqi uchun xizmat qiladi, o'z hissasini qo'shadi. Bu Navoiy bobomizning shu asarlarini o'qib va biz ham xeyli xursand bo'ldik va Navoiy bobomiz qanday o'tmishi haqida, uning ijodi hayoti haqida biz xeyli ko'pincha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz Afg'onistonda bunaqa bir ko'p ma'lumotlarga ega emas edik, maktab davomida o'qiganimiz yo'q edi. Hozir shunday Navoiy bobomizning o'tmishi, yana ijodi hayotini o'qib bilib va Toshkent davlat universiteti uning nomida jo'r bo'lganini ko'rib, shu yerda qolib ketishimga xeyli nima bo'lib qoldim o'zimga. Yani koshki qolsam edi, lekin bilmadim, afsus, agar magistratura bir nimasi bo'lsa, yo'li bo'lsa, koshki magistraturani ham shu yerda o'qib, keyinchalik Afg'onistonga qaytib, xalqqa savodimizni olgan bilimimizni, olgan ta'limimizni o'rgatib, ularni savod qilishi uchun o'z hissamizni qo'shsak edi. Bu hikoya ta'limning taqdirlarni o'zgartiruvchi buyuk kuch ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Biz esa bilim olish va o'sishga intilayotgan har bir inson uchun yangi imkoniyatlar yaratishda, ufqlarni kengaytirishda davom etamiz.